Endi mayada mındaq bir masala kelib chiqdi. Men ma qavatni elib etdim. Elib etgandan keyin mayani bir nusqa ko'chiray. Bir nusqa ko'chirdim, bir nusqa chapildim. Chaplasam mavi qavat mashayadlan bir narsa bor. Qag'ayada bir narsa yo'q-ku. Men ma qavatni tanlab qo'yib, manim tanlab qo'yib, ikkisining rangi o'xshashgan-ku, ammo aql maning rangini o'zgartirib o'tib turayli, aql ko'rinish rangiga. O'zgartirib o'tib turib, sizlar mayaga bir tanlash rayini sizib qo'yib, man tanlamay, ya'ni navbatga ma qavatda turib, qavatning ustida turib, tanlash rayini mayaga sizib qo'yib, men maningdan oq rayini ko'chirib olaman desanglar, u xam tamoq qilganinglar bo'ladi. Tanlaydigan sen tanlagan rayında ko'chigidek bir narsa yo'q demoqchi ma'vo. Ya qup-quruq bo'lsa, nimni ko'chirdi u? Agar ma buyrug'inglar mayadroq bo'lgan bo'lsa, yeshil rayin azroq kirishdi, maqavatdan azroq bir narsa kirdi. U chaqda meni ko'chirma desanglar ko'chirib birdi. Biroq mayaga tushib ketdi, bu ko'chirma desanglar ko'chirmaydi. Ko'chirib bermaydi. Hem buni ko'chirish jihatdagi ishlarda jiq uchraymiz. Shundaq bir uqtirish uchurlar chiqib qolsa, boshqacha o'ylab qolmanglar.